Hammasi mana shu xabardan boshlangan. Juma kuni shu sana jumada xabar berishgan va mana ahvolni ko'rishlaring mumkin. Haqiqatan ham ogohlantirilgandek juda kuchli sel kelishi hamda yomg'irning kuchli yog'ishi oqibatida daryolar to'lib toshishi hamda yomg'irdan keyin katta do'llarni yog'ishi bu anchagina talafotlar olib keldi. Videoni oxirigacha ko'ringizlar, layk bosingizlar va videoni kattalikka qilishni unutmanglar. Sharsara bu boqyapti bugun 19-may Qamashi tumani Tegirmonqul qishlog'ida mana. Tepadorovga kirilish ham shu aholini olib qolganlar. Dengiz bu, dengiz. Aracı ot diyor, yok Karakay'dan bakıyor. Ya onalar neyse çok çoğuyor, karnına bir ot denedi diyor. Mana oğaylar. Bu dönme bunlar, İstafaydılardan doğum yapıyor. Jalani kattalik. Masjidni oldiga mana shu o'tayotgan joyda tagida turba o'tgan, katta turba o'tgan, lekin turba to'lib qolgan, shuning uchun hamma suvlar ko'chaga asfalt kechib ketyapti. Turbani tozalash kerak. Gerek boylar mende yarışlara, yanaklan mende balmalara. Günniler görmen rice darla, ovadan malayın şirina. Günniler görmen Ana Samarqandda uydan chiqib qo'yapti. Assalomu alaykum jamoat. Jo'g'orjoqda qolganlar. Yo'g'oti o'zi kelin tushu. Yo'lda olib ketib turdi, jariminchi. Jo'g'orda birov qoldilar, lakki o'shadan o'ta olib turamiz hozircha. Hozir o'sha yerdan saldan yoq tushib ketadi, toshdan tushib ketadi. Hozir bir soat shunaqa turgan bo'lsa, yo'l yo'q bo'ladi, общий yo'q bo'ladi. Jo'g'ordan Uldidan jo'g'or ketganlar yo'lga salbaylar qo'ylar, sel bor. Avalqa sağa o'tgan ko'prini sel olib ketdi. Yo'l yo'q bo'lib qoldi. Strashniy bo'lib ketdi. Вообще tushib ketdi. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Бог. и звезда звездою говорит: В небесах торжественно и чудно, и земля в сиянии голубом. что же мне так больно и так трудно, жду ли чего, жалею. Bugun 19-may kuni respublikamizning turli hududlarida ob-havoning keskin o'zgarishi kuzatildi. Jumladan ayrim viloyatlarda kuchli shamol, yomg'ir va do'l yog'ishi kabi holatlar qayd etilgan. Ayrim hududlarda kuchli shamol oqibatida daraxtlar qulagan, ko'chalarni suv bosgan hamda sel kelishi bilan bog'liq holatlar ham kuzatilgan. Xususan,
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani orqali oqib o'tuvchi Langar daryosida kuchli sel oqimi xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda kuchli selda oqib kelayotgan Damas avtomashinasini ekskavator haydovchisi texnikaning cho'michi yordamida ushlab turganini ko'rish mumkin. Hozircha ushbu holat yuzasidan rasmiy ma'lumotlar to'liq e'lon qilinmagan. Shu va shunga o'xshagan yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning rasmiy sahifamizga obuna Boynalik endi bo'lsa, boynaga joyga bundan ham ko'p yig'ilgan ekanmi deyman. Shunday demo, qanday Buni bo'lib yomon ko'p edi. O'sha nima sil desa, mana shu jalani kiyganda u. Jalani bug'u ekanmi? Boyna yig'ilgan ha. Mana o'zi. Buni qaraylar, o'rtoqlar. Dil. Balaligini qaraylar, balaligini. Hammasi jalani, o'rtoqlar. Kattaligini qaraylar, kattaligini.